Qizlar, xullas, Qodir akani jig'iga tegishda davom etamiz. Sizlar sevgan rubrika. Ketdi. Qodir aka, jumlani davom ettiring. Menga sandagi xotin Kerakmas. qo'shiqib aytadi. Aytaman. Kerak конечно. Sen meni butun hayotimni Barbod qilding. menga bir-birimizga bo'lgan munosabatlarda eng yoqadigan narsa bu Munosabat qilmaslik. Gaplashmaslik-da, tinch bo'ladi. bugundan boshlab gaplashmaymiz. Sen olib qolsang, Bo'lib qolsangdir bari. San olib qolsang, san olib qolishadi. agar sen o'lib qolsang, ya'ni men Men uylanaman bo'ladimi, nima bo'ladi? sen bo'lmasang, men Boshqasi. to'xta, oxirigacha yetma. Ha, sen bo'lmasang boshqasi. Hali oxirigacha Ha.